قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Assalomu alaykum hurmatli otaxonlar, muhtaram akalar, ukalar, aziz mo'min musulmon birodarlar. O'tgan juma Alloh subhanahu va taoloning fazl-u karami bilan sura Luqmonning ba'zi oyatlari bilan tanishgandik. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar Luqmonni shu Sudan tomonlardan va Sudanning shu Nuba shahrida yashab o'tganligini aytganmiz. Va bu Luqmonni kana najjaron duradgor bo'lganligini yoki bo'lmasa yana boshqalar hayyot tikuvchi bo'lganligini, yana boshqa tarixchilar bu kishini cho'pon bo'lganligini ham aytishgan. Yana bu kishi haqida ixtiloflarda ham aytib o'tdik. Ba'zi olimlar bu kishini payg'ambarlardan sanagan, aksar ulamolar bu kishini payg'ambar bo'lmagan, balki Allohning solih bandalaridan bo'lgan deb aytishadi. Va bunga bir qancha dalillarni ham keltirdik. Bu dalillardan bittasi Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan u kishining shogirdlari ham bu kishini payg'ambar bo'lmagan deb aytgan. Agar payg'ambar bo'lganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam albatta buni bizga aytgan bo'lardi deyshadi. Yana payg'ambarlarning hayotini yaxshilab, sinchiklab o'rganilsa, butun payg'ambarlar o'z qavmidagi eng oliy nasab xonadonda odamlari bo'lgan. Payg'ambarlarning nasabi oliy bo'lgan. Ularda ajdodlarida zino, yolg'on bilan yoki boshqa shunaqangi razil sifatlar bilan, axloqlar bilan sifatlanganlar chiqmagan. Va payg'ambarlar qullardan ham chiqmagan. Luqmon Hakimning mamluk bo'lgan deyshadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ham mana nasablari eng oliy nasablarda bo'lgan. Payg'ambarlar oliy nasabdan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zining hadislarida keladiki, innalloha istafani kinanata min waladi Ismoil vastafa Qurayshan min Kinana vastafa bani Hashim min Quraysh vastafani min bani Hashim deydi. Alloh taolo Ismoilni bolalarining ichidan Kanonani tanlab oldi. Va Kanonani bolalarining ichidan Qurayshni ajratib oldi. Va Qurayshdan Bani Hoshimni tanladi. Va bu Bani Hoshimdan meni tanladi deydi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ajdodlari hammasi ulug'lar bo'lgan. Nimaga qullardan payg'ambarlar chiqmaydi? Chunki odamlar malomat qilishi mumkin, mazammat qilishi mumkin. Nimaga yolg'onchilar? Payg'ambarlarning birortasidan biror marta hayotida yolg'on so'z ishlatilmagan. Payg'ambarlikdan ilgari ham. Chunki odamlar malomat qiladi. Sen o'zing kim eding, kim bo'lib qolding deydi. Shuning uchun Alloh taolo bularni shunaqangi saqlagan shu narsalardan. Muhammad alayhisalom ham o'zining zamonasida payg'ambarlikdan oldin eng amin, ishonchli deb nom chiqargan. Hamma hurmat qilar edi. Bunga shu Jami Sahihda Imom Buxoriy Hiraqlda hadisini keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu payg'ambar bo'lgan paytlarida shu Hiraql Makkalilarni to'playdi. Ya'ni Abu Sufyonni chaqirtiradi. Abu Sufyon shu paytda Rumda tijorat bilan yurgan bo'ladi. Va Rasululloh haqida so'ragan Hiraql Abu Sufyondan. Bu sizlarda ichingizda shu payg'ambarlikni da'vo qilayotgan odamning nasabi qanaqa o'zi degan. Abu Sufyon mushrik. Shu aytganki, ashrafu nasaban, ichimizdagi eng nasabiy oliysi bu degan. Endi demak payg'ambarlar bari oliy nasablar bo'lgan. Payg'ambarimizning ajdodlari Abdul Muttolib Qurayshning eng kattasi, Makkaning xo'jayini bo'lgan. Uni dadasi Hoshim, Makkaning Ka'baning egasi bo'lgan. Hoshimning dadasi Abdumanof. Abdumanofning dadasi Qusay. Qusay dadasining ati Kilob. Uni dadasi Murra. Murraning dadasi Ka'b. Ka'b dadasi Lu'ay. Lu'ay dadasi G'olib. Bularning hammasi ulug' insonlar bo'lgan.
Makkaning xo'jayinlari bo'lgan, oliy nasab bo'lgan. Va bularda birortasida shunaqangi zino bilan yoki boshqa ayblar bilan tuhmatlanganligi kelmagan. Ya'ni xurlar bo'lgan, qullar bo'lmagan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hunayn g'azotida aytadiki, ana nabiyyun la kazib. Ana ibn Abdul Muttolib. Men Allohning payg'ambariman, Allohning nabiysiman, kazzob emasman dedi. Men Abdul Muttolibning bolasiman dedi. Ya'ni Hunaynda odamlar tashab ketgan, katta jang bo'lgan, g'azot bo'lyapti. Musulmonlar 12 mingdan ko'p. Lekin mushriklar oz. Shunda g'alaba kofirlar tarafda bo'ladi. Juda ko'pchilik Rasululloh tashab ketadi. Shunda Rasululloh jang maydonining o'rtasida turib aytadiki, men Allohning nabiysiman, yolg'onchi emasman. Men Abdul Muttolibning bolasiman deydi. Abdul Muttolibning o'g'liman deydi. Ya'ni osmondagi zot meni payg'ambarlikka ixtiyor qilgan. Men yolg'onchi emasman, bilib qo'yinglar. Men o'zi asli tagim bor. U palonchilarning avlodiman deb aytgan. Ya'ni bu yerda ota bobosi bilan faxrlanish emas. Ya'ni bizning dinimizda ota bobolar bilan faxrlanish yo'q. U johillarda bo'ladi. Bizning dinimizda faxr taqvo bilan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, sizlarda eng taqvodorlar, sizlarda eng Allohga, Allohning oldida mukarramiylar, afzaliylar, taqvodorlar deydi. Ya'ni Rasululloh bu yerda shu sizlarning o'lchovinglarda, sizlarning mezoninglarda odamlarning nasabi bilan o'lchaysizlar. Men asli shunaqa Abdul Muttolibning bolasiman. Mendan yolg'on sodir bo'lmaydi deb aytgan. Yana bu Luqmonga keladigan bo'lsak, katta tarixchi, mufassir olim Muhammad ibn Jarir Tabari bu kishining hayotida beradiki, kana Luqmanu abdan habashiyan najjaron. Ibn Jarir shu o'zining tarix kitobida Luqmon haqida aytib, Luqmon qul bo'lgan deydi. Va habash bo'lgan va najjor, duradgor bo'lgan deydi. Bu yerda keyin bir qissani keltiradi. Bu tafsirga kirishdan oldin bu qissani aytib qo'ysak bo'laradi. Qala lahu mavlahu. Ya'ni Luqmonning sayyidi xo'jayini Luqmonga aytibdi. Bitta qo'yni olib kelibdi-da, qo'yni keltiribdi-da, izbahlana. Bizga shu qo'yni so'yib kel debdi. Keyin qo'yni so'ygandan keyin xo'jayini aytibdi-ki, sayyidi shu qo'ydagi eng shirin joyini bizga olib kel debdi. Ya'ni eng ikkita shirin joyini keltir degan ekan. Luqmon qo'yni so'ygandan keyin tili bilan qalbini olib kelibdi, yuragini olib kelibdi. Arab tilida qalb deb shu yurakni aytadi. Olib kelgan ekan. Keyin yana ancha vaqtlar o'tgandan keyin yana sayyid qo'y olib kelibdi-da, yetalab. Shuni ham so'yib kel debdi. So'ygandan keyin aytibdiki, shu qo'ydagi eng iflos joyini, yomon joyini olib kel debdi. Luqmon qo'y so'ygandan keyin shu tili bilan yuragini olib kelibdi. Keyin haligi xo'jayin bunga aytibdiki, oldin safar ham eng shirin joyini, laziz, yaxshi joyini olib kel desam, tili bilan yuragini olib keluvding. Hozir ham eng habis, yomon joyini olib kel desam, yana shu tili bilan yuragini olib kelding. Qanaqasan debdi. Nimaga unaqa qilding deb ajablansa, Luqmon aytgan ekanki, faqala Luqman, innahu laysa shay'un atyabu iza toba va la akhbasu iza habusa degan ekan. Mana shu ikkitasi, til bilan yurak. Agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, til shirin bo'ladigan bo'lsa, bularda ikkovidan ko'ra yaxshiroq narsa yo'q. Agar mana shu ikkalasi, yurak bilan til yomon bo'ladigan bo'lsa, bundan ko'ra iflos narsa yo'q degan ekan. Bunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ham hadisi borki, man yazman li bayna lihiyayhi va fakhizayhi azmanu lahul jannah deydi. Tilda yaxshi yomonligiga. Payg'ambarimiz aytadiki, kim menga shu ikkita labini orasidagi, ya'ni tilini va ikkita sonini orasini kafolatlaydigan bo'lsa, ma'siyat qilmaslikka, gunoh qilmaslikka, men unga jannatni kafolatlayman deydi. Ya'ni odamlarda asosan jahannamga, do'zaxga tushiradigan narsa nima? Tili. Shu tili agar yaxshi bo'lsa, shirin bo'lsa, Allohning zikrini qiladigan bo'lsa, bu eng yaxshi narsa, eng afzal narsa. Agar shalaq bo'ladigan bo'lsa, eng iflos narsa deyapti. Agar til shunaqangi shalaq bo'lsa, qalb, yurak buzuq bo'ladigan bo'lsa, insonni halok qiladi, rasvo qiladi. Bunga shu mashhur hadis bor. Nu'mon ibn Bashir roziyallohu anhu ning hadisi bor. Muttafaqun alayh bo'lgan. Buxoriyda ham kelgan bu hadis, Muslimda ham keladi. Ala va inna fil jasadi mudgha iza
solihat solihal jasadu kulluh va iza fasadat fasadal jasadu kulluh deydi. Ogoh bo'ling. Insonning jasadida bitta go'sht bor. Bir parcha kichkina go'sht bor. Agar shu go'sht solih bo'lsa, yaxshi bo'lsa, butun badan yaxshi bo'ladi. Agar shu go'sht yomon, habis bo'ladigan bo'lsa, butun badan yomon bo'ladi deydi. Ogoh bo'ling, mana bu yurakdir deydi. Mana shu qalbdir deydi. Alloh taolo qalblarimizni o'zi isloh qilsin. Demak, ulamolar shu yurakni butun badan a'zolarini podshosiga o'xshatishadi. Badandagi a'zolarning podshosi yurak deydi. Al-qalbu kamalikin val junudu jawarihuhu. Shu yurak badandagi a'zolarning podshosi. Va a'zolar boshqa a'zolar, buni askarlari deydi. Agar podshoh shu badanning podshosi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, boshqa a'zolar ham yaxshi bo'lar ekan. Chunki farmon, buyruqlar askarlardan podshohga boradimi? Yo podshohdan askarlarga keladimi? Podshohdan buyruq bo'ladi. Agar podshoh shu badandagi yurak yaxshi bo'ladigan bo'lsa, halol bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, shunaqangi yaxshi buyruqlar beradi va buni a'zolar bajaradi. Agar podshoh o'zi yaxshi emas bo'lsa, qalb buzuq bo'ladigan bo'lsa, demak a'zolar ham shuni buyrug'ini bajaradi. Yana shu Luqmon Hakimning oldiga bir kishi kelgan ekan. Luqmon Hakim unaqa ko'p gapiradigan odam bo'lmagan ekan. Agar gapirsa faqat hikmat gapirar ekan, yaxshi gaplarni gapirar ekan. Shunga bir odam kelibdi-da, Luqmondan so'rabdi. Kayfa hassalta hikmata? Ey Luqmon, siz bunday hikmatlarga qanday erishgansiz? Deganda Luqmon ibn Hakim javob bergan ekanki, qala Luqmanu g'azzi basari va kaffi lisani va iffati ta'amati va hifzi farji va qawli bi sidqin va wafai bi ahdi takrimi dayfi va hifzi jari va tarki ma la ya'ni sayyarani ila ma tara. Ey Luqmon, bunday hikmatlarga siz qanday berildingiz? Sizga qanday shunaqangi narsaga erishdingiz? Har bir gapingiz hikmat deganda aytgan ekanki, g'azzi basari, ko'zimni haromdan tiydim. Ya'ni shunaqangi fahish, buzuq narsalardan ko'zimni tiydim degan ekan. Chunki odamlar oldida odamlar ko'zini tiyishi mumkin, birov ko'rmasin deb. Lekin hech kim yo'q paytida ko'rib qo'yishi mumkin. Lekin Alloh taolo uni ham biladi. Hech kim qaramayotganda qarayotganingizni ham ko'rib turadi. Lekin bu odam qalbida shunaqa Allohning azamatini bilgan, qalbida Allohdan qo'rqgan, ko'zimni harom narsalardan tiydim. Va kaffi lisani, tilimni saqladim. Chunki men gapirgan gapimga pushaymon bo'lganman, lekin sukutimga hech qachon nadomat chekmaganman deydi. Odam gapirib qo'yib nadomat chekishi mumkin, lekin tilini saqlab, sukut qilib nadomat chekmaydi. Va iffati ta'ami. Iffati ta'ami degani faqat haloldan yeganman. Shubhali bo'lgan narsalarni ham tarqaganman. Och qolsam, och qolganman, lekin shubhali, harom bo'lgan narsani ichimga kirgizmaganman. Va hifzi farji, farjimni saqlaganman. Zinoga yaqin yo'lamaganman. Va qawli bi sidqin, gapirsam faqat rost so'zlaganman. Va vafai bi ahdi, ahdimga vafo qilganman. Takrimi doifi, mehmonni ulug'lardim, hurmatini joyiga qo'yganman mehmonimni va qo'shnimni haqqini rioya qilganman. Va tarki mala ya'ni, menga keraksiz bo'lgan behuda narsalarni tark qilganman. Mala ya'ni bo'lgan narsalar, na dinimga, na dunyoyimga foydasi yo'q bo'lgan, xoh gap bo'lsin, xoh amal bo'lsin, shularni tark qilganligimdan sen ko'rib turgan narsaga erishganman deydi. Va bu Luqmon aytgan hamma gaplar, mana shu ishlar hammasi bizning dinimizda buyurilgan narsalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda bu narsalarning har biriga alohidadan hadis kelgan. Shu narsalarni tark qilishlikka. Demak, o'tgan juma suhbatimizda Luqmon surasining 12-13 oyatlarini boshlaganmiz. Alloh taolo bu oyat karimalarda va laqad atayna Luqmanal hikmata, biz Luqmonga hikmatni berdik deb boshlayapti. Ya'ni Luqmonni zikrini Alloh 7 qavat osmonning ustida zikr qilyapti. Va bu Luqmonning ismi Allohning abadiy kalomida saqlanyapti. Demak, bu inson muborak inson, ulug' inson.
va bu ismiga hakim sifati qo'shilyapti. Biz Luqmonga hikmatni berdik. Hikmatni berganimizdan keyin unga aytdik, biz bergan ne'matga shukr qil dedik. Luqmon shukr qildi. Har bir inson Alloh bergan ne'matga shukr qilish kerak ekan. Undan keyin Alloh taolo Luqmonni shu o'g'liga qilgan nasihatini aytayapti. Va iz qala Luqmanu li ibnihi va huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Ya'ni Luqmon o'g'lini o'tkizyapti. O'g'lini o'tkizib unga nasihat qilyapti. Ya bunayya, ey o'g'ilcham, la tushrik billah. Allohga sherik qilma. Allohga shirk keltirma. Bu har bir ota o'z o'g'liga qiladigan nasihat. Chunki bu Alloh taologa yoqdi. Har bir otaning vazifasi o'z o'g'liga Allohni tanitib qo'yish kerak. Mayli unga uy solib bermasin. Mayli qudrat yetmasa uylantirmasin. Unga javob bermasligi mumkin. Lekin Allohni tanitmaganligi uchun ota javob beradi. Allohning birligini, Allohning borligini, Allohning buyukligini farzandini yoshlik chog'ida o'rgatib qo'ymaganligi uchun Allohning oldida javob beradi. Chunki Luqmonda nimaga zikrini keltiryapti? Luqmon o'g'liga Allohni tanittiryapti. La tushrik billah, Allohga shirk keltirma. Alloh ulug', Alloh buyuk, uni sherigi yo'q. Uni yakka o'ziga ibodat qil, deyapti. Chunki inna shirka la zulmun azim. Chunki shirk eng katta zulm. Ya'ni shirkdan keyin katta gunoh yo'q. Gunohlarning eng kattasi bu shirk, deyapti. Undan keyin Alloh taolo Luqmonni o'g'liga qilgan nasihatidan keyin boshqa mavzuga o'tyapti. Luqmon Allohni tanituvdi. O'g'liga Allohni tanishtiryapsa, Allohga bu ma'qul bo'ldida, Qur'onning iborasiga qarang. Wassoynal insana bivalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li va livalidayka ilayyal masir. Luqmonning qissasidan sal chekinyapti. Luqmonni o'g'liga vasiyati to'xtatilyapti-da, va wassoynal insana bivalidayhi, biz insonga, ota-onasiga yaxshilik qilishlikka buyurdik, ma'mur qildik, deyapti. Luqmon Allohni tanityapti. Undan keyinlar, ey otalar, agar Allohni meni farzandlaringizga tanitadigan bo'lsanglar, men o'g'illaringizga buyurayman, ularni dillariga solaman, qarigan chog'inglarda sizlarga yaxshilik qilishini, deyapti. Allohni tanitmagan otalar bolalari oq bo'layotgan bo'lsa, aybni o'zidan qidirsin ekan. Allohni o'rgatmagan bo'lsa, Allohning ilmini o'rgatmagan bo'lsa, agar kim o'z farzandiga Allohni tanitgan bo'lsa, Alloh u farzandlarga ham ota-onaning haqqini o'rgatyapti. Biz vassoynal inson, insonga buyurdik ota-onasi yaxshilik qilishlikni. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Chunki uni onasi shunaqa zaiflik ustiga zaiflik bilan unga homilador bo'ldi. Ya'ni onasi homilador bo'ldi, yuk tushdi. Buni zaiflik bilan kundan kunga homila kattaygan sari onasi ham holdan qoldi. Holdan quridi. Hamalathu ummuhu va fisaluhu amayn, va uni fitomuhu, ya'ni uni emizishlik amayn 2 yilda ko'krakdan ajratadi. Anishkurli, ey inson, menga shukr qil, va livalidayka, va ota-onangga shukr qil. Ilayyal masir, va qaytishlik yolg'iz meni huzurimga bo'ladi, deyapti. Alloh aytayapti. Alloh taolo bu oyatda va boshqa oyatlarda ham, Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlarida ota-onaga shu xizmatini qilib duosini olishlikni o'ziga ibodat bilan yonma-yon keltirgan. Menga ibodat qilinglar, menga hech narsani shirik qilmanglar va ota-onalarga yaxshi muomala qilinglar, deydi. Juda ko'p joylarda bu oyatlar kelgan. Va bu Luqmon surasiga o'xshash oyatlar boshqa suralarda ham kelgan. Va wassoynal insana bivalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan va wada'athu kurha va hamluhu va fisaluhu 30 shahra, deydi. Yana boshqa oyatda wassoynal insana bivalidayhi husna. Biz insonga ota-onasi yaxshilik qilishlikka buyurdik. Uni onasi kurhan, biz buyrug'imiz bilan homilador bo'ldi. Va wada'athu kurha, majburan homila bo'ldi va majburan tug'di, deydi. Ya'ni shunaqangi ne'matlarni berdik insonga. Yana
biz hozir shunday davrda yashayapmizki, juda ko'p holatlarda, juda ko'p oilalarda ota-onani norozi qilishlik, ota-onaga oq bo'lishlik holatlari ko'p sodir bo'ladi. Bu hammasi shu tarbiyani yo'qligidan, tarbiyani bo'lmaganligidan. Alloh taolo o'ziga ibodat qilishlik bilan teng qilgan, ota-onaga itoat qilishlik. Salaflarni, salafi solihinlarni hayotini qarasangiz, biz juda ham bir gunohga botganligimizni his qilasiz. Ota-onamizni qadriga yetmayotganligimizni, ba'zi o'g'illar o'zini onasiga xuddi oshxonadagi xizmatchi ayolda muomala qilish. Uni olib keling, choy olib keling, ovqat olib keling deb buyurishi. Yoki bo'lmasa ba'zi qizlarni o'zini onasi bilan xuddi cho'riga qilgan muomalasi, cho'rdaqa muomala qilishligi. Otasini hurmatsiz qilishligi. Shunaqangi davrda qoldik. Ta'lim, tarbiya, axloq, Qur'on axloqlari yo'q. Ibn Umar radhiyallohu anhu davrida bo'lgan qissa. Buni juda ko'p olimlar sahih deydi. Ibn Umar tavof qilib yursa, bir odam kelibdi. Yelkasida onasi. U Yamandan kelgan odam. Ey Ibn Umar, men onamni Yamandan yelkamda ko'tarib keldim. Yelkam onam uchun xuddi tuyadaqa bo'ldi. Haj qildik. Arafotda ko'tarib yurdim yelkamda. Muzdalifada ko'tarib yurdim. Safo Marva qilyotib ko'tarib yurdim. Mana hozir tavof qilyapman, yelkamdan tushirganim yo'q. Shu onamni haqqini ado qildimmi deydi. Shunda Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu aytadiki, "Wala zafratan min zafratiha." Sen onangni shu seni tug'ayotgan paytda tutgan to'lvog'ini bittasini ham ado qilganing yo'q deydi. Lekin yaxshilik qilsa onangga, Alloh taolo kichkina amallaringga ham ulkan savoblarni bera oladi deb aytgan. Yana boshqa nimalarda sahobalar, tobe'inlar onasini doim duoda yod qilgan. Ya'ni ularga yaxshilik qilishlik, ular o'tib ketgandan keyin ularning haqqiga duo qilish, istig'for aytish, ularni nomidan sadaqalar berishlik, u ota-onalarga shu yaxshilik qilishlik bo'ladi. Urvat ibn Zubayr rahimahulloh tobe'inlardan. Bu kishi qachon sajdaga boshini qo'yadigan bo'lsa, duo qilar ekanki, Allohumma ighfir li Zubayr ibn Awwam va Asma binti Abu Bakr derkan. Ey Allohim, Zubayr ibn Awwam va Asma binti Abu Bakrning o'zing gunohlarini mag'firat qil derkan. Ya'ni ota-onasi. Yana onasiga xizmat qilib tarixda qolganlardan Uwaysul Qoroniy. Uways Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonasida yashagan. Lekin Rasululloh bilan ko'rishmagan. Ko'rishlikka ko'p oshiq bo'lgan. Ko'rmasa ham Rasululloh maqtagan. Qadam maqtaydi uni ko'rmagan bo'lsa, vahiy orqali bilgan. Tobe'inlarning eng yaxshilari degan. Bunga sabab lahu valida huwa biha barrun. Law aqsama alalloh la abarra degan. Sahih Muslimda kelgan. Ya'ni bu Uwaysul Qoroniy shu Rasululloh aytayaptiki, tobe'inlarning eng yaxshilaridan, eng afzallaridan. Bunday bo'lishining sababi uni bir onasi bor. Bu onasini juda ko'p xizmatini qiladi. Onasi undan rozi, onasining duosini oladi bu. Agar bu Allohga qasam ichib aytadigan bo'lsa, bir ish qilishga, albatta shu ish bo'ladi deydi. Ya'ni onalarga xizmat qilish, onalarni duosini olishlik, duolar ijobat bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Yana Hayva ibn Shurayh, katta islom olimlaridan, muhaddis. Hayva ibn Shurayh bir kun dars berib o'tiribdi. Hadisdan dars berib o'tiribdi. Shogirdlar atrofida onasi keladi va bu hayvonni chaqiradi. Hayva ibn Shurayh chaqiradi o'zining ati bilan. Ya'ni hadisdan dars beryapti, katta olim, muhaddis olimlardan. Aytadiki, "Ya Hayva, qum alqi shayron ala dajaja" deydi. Ey Hayva, tur, tovuqlarga don berib qo'y deydi. Ya'ni balki onasi ilmni qadriga yetmasdir. Bu yerda onasining haqida gap ketayotgan yo'q. Bu o'g'li Hayva katta olim bo'lishiga qaramasdan darsini shunday to'xtatadi. Bolalar shogirdlari qarab o'tiribdi. Onasining bir og'iz gapiga turib, shu tovuqlariga donni berib, yana qaytib kelib darsni davom ettiradi. Bular shu amalni hayotida ko'rsatgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Falzam rijla ummak fasamma jannata degan. Onangni qadamini mahkam ushla, onangni oyog'ini mahkam ushla, jannat ashirda degan. Bu hadis, sahih hadis. Shular shu hadisga hayotida amal qilgan, tatbiq qilgan. Masalani qilib olib, o'zi gapirib olib hadislarni. O'zi hayotga kelganda, voqeaga kelganda esdan chiqarib qo'ymagan.
Payg'ambarning shu hadisiga hijolat ham bo'lmagan. Onasini bu gap bilan turganda, kitobini yopganda onasining gapini itoat qilgan va shuni bajargan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, burro abaakum yarubbu abnaakum deydi. Otalaringlarga xizmat qilinglar, ota-onanglarga xizmat qilinglar, ularga yaxshilik qilinglar, sizlarni ham bolalaringlar sizlarga yaxshilik qiladi deb aytgan. Yana Hasan al-Basri. Hasan al-Basri tobiinlardan. Onasi vafot etganda yig'lagan ekan. Ko'p yig'lagan ekan. Shunda atrofidagilar aytgan ekanki, "Ey Hasan al-Basri, nimaga yig'laysiz? O'zingiz aytasiz u. Ya'ni bu ayriliq hech narsa emas, vaqtinchalik ayriliq. Ertaga qiyomatda ko'rishiladi. Allohning qazosi, Allohning taqdiri-ku bu." desa, Hasan Basri aytgan ekanki, "Men onamni vafotiga jazavaga tushib, Alloh taqdiriga norozi bo'lib yig'layotganim yo'q. Men uchun bu dunyoda bitta jannat eshigi ochiq edi. Mana shu jannat eshigi endi men uchun yopildi, onamiz vafot etganligi sababli. Shunga yig'layapman" degan. Ya'ni ular onalarini shunaqa jannat eshigi, jannatga kirishimga ko'prik deb bilgan. Otalarini shunaqa deb bilishgan. O'zi asli kitoblarda al-mashyu amama validi min su'il adab. Otalarning oldida, o'g'illar oldida yurishligini ham axloqsizlik deb sanashadi. Ularga baqirish, ularga jerkib gapirish, ularga qovoq solishlik u oq bo'lish degani. Lekin ularning oldida yurib qo'yishlikni ham odobsizlik. Endi qorong'i bo'lsa, zimiston bo'lsa, unda mumkin ularni himoya qilib yurishlik. Alloh taolo oyatda "Wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayni anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Bu Luqmon surasining 14-oyat. Alloh taolo shu insonga ota-onasi yaxshilik qilishlikka buyuryapti va onasining xizmatini aytayapti. Onasi unga homilador bo'ldi va buni yuk ko'tarib yurdi va uni tuqqandan keyin emizdi. Mana shu xizmatlarini eslatyapti. Undan keyin aytayaptiki, onani fazilati, qadri haqida aytgandan keyin va in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alloh taolo Luqmon surasining 15-oyatida aytayaptiki, va in jahadaka ala an tushrika bi, agar ota-onang menga sherik qilishlikka seni zo'rlaydigan bo'lsa, fala tuti'huma. Bitta holat bor ekan. Ota-onaga itoat qilmaydigan. Bu holat shu Allohga ma'siyat bo'ladigan holat. Allohga shirk, Allohga gunoh qilishli holat. Agar shunaqa holatdagina ularga itoat qilmaysan. Agar menga ma laysa laka bihi ilm, senda ilm bo'lmagan narsada menga sherik qilishga seni majbur qiladigan bo'lsa, unda ularga fala tutihuma, itoat qilmagin. Va sohibuhuma fid dunya ma'rufa. Lekin boshqa o'rinlarda, bu dunyoda ularga yaxshilik qilgin. Ya'ni shu shirkida seni gunohga chaqirganda itoat qilmaysan. Garchi ular kofir bo'lsa ham, garchi mushrik bo'ladigan bo'lsa ham, ularga yaxshilik qil, yaxshi muomala qil. Faqat menga ma'siyat bo'lgan o'rinlarda itoat qilmaysan, deyapti. Bunga boshqa hadislar ham bor. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq deydi. Xoliqqa ma'siyat bo'ladigan o'rinlarda maxluqqa itoat qilinmaydi. La ta'ata li makhluqin, maxluq bu nakira. Nafi siyg'asida kelyapti. Bu umumni ifodalaydi. Shu ma'siyatga, Allohga gunoh qilishlikka chaqirayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar, u mansabdor shaxsmi, ishxonadagi xo'jayinmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, Allohga gunoh qilishlikka buyuradigan bo'lsa, unga itoat qilinmaydi. Endi ota-onaga agar gunohga chaqirsa itoat qilinmasa, boshqa odamlarni qo'yaring. Masalan, ota aytishi mumkin, aroq olib kelib ber deydi. Bu Alloh la'natlagan. O'zi ichmaydi-yu, olib kelib beradigan bo'lsa ham unga la'nat tushadi. Shu gunohga sherik bo'ladi. Shuning uchun itoat qilinmaydi shu o'rinda. Bu degan umuman yuzi o'giradi degani emas, lekin bu dunyoda yaxshilik qilaveradi. Va oxiratda uni hisobi boshqa bo'ladi. Onalar aytishi mumkin qiziga, ro'mol o'rama, hijob o'rama deyishi mumkin. Hijobga kirma deyishi mumkin. Itoat qilinmaydi. Lekin assalomu alaykum deb qo'yaveradi. Lekin itoat qilinmaydi bu ma'siyat o'rinlarida. Namoz o'qima deyishi mumkin. Bunaqangi ma'siyat buyruqlari bo'ladigan bo'lsa, bandaga itoat qilinmaydi ekan. Va sohibuhuma fid dunya ma'rufa. Lekin dunyoda
ota-onangga kim bo'lishidan qat'iy nazar, mu'minmi, kofirmi, ularga yaxshilik qilib yashaysan. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Sen menga qaytadigan, menga tavba tazarru qiladigan, menga ijobat qiladiganlarning yo'liga ergash. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. So'ngra bu yoqqa meni huzurimga kelganinglarda, ya'ni o'lgandan keyin qayta tirilasizlar. Xuddi uxlaganda, uyqudan turgandaqa. Men sizlarga unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, barcha qilgan ishingizlarning hammasini xabarini beraman. Bir narsa unutilmaydi. Hamma narsani bilib turibmiz, hamma narsani ko'rib turibmiz. Hatto bir muhtoj kambag'alga, miskinga cho'ntagingdan chiqarib, tanga chiqarib, shunchaki qo'lga qo'yib qo'ysang ham, uni qanchaligini biz bilamiz. Hech kim ko'rmasa ham biz ko'rib turibmiz. Biz oldimizga kelganingda har bir narsani xabarini beramiz, deyapti. Alloh subhanahu va taolo nasib qiladigan bo'lsa, kelgusi jumalarda Luqmon Hakimni shu o'g'liga qilgan nasihatlarini davom ettiramiz. Unda shu Luqmon surasining 16, 17, 18 oyatlari bilan tanishamiz. Hozir vaqtimiz bo'lib qolgani uchun duo qilamiz. Amin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.